Bugun men barcha kvartira egalari uchun juda muhim masalani tushuntiraman. Shu oy oxirigacha o'z kvartirangiz bo'yicha raqamli ma'lumotlarni tekshirib, hujjatlaringizni tartibga keltirmasangiz, keyin sotish, hadya qilish, merosga rasmiylashtirish, ipoteka olish, hatto oddiy kommunal va soliq masalalarida ham jiddiy muammoga duch kelishingiz mumkin. Men buni shartli ravishda raqamli konfiskatsiya deb atayapman. Chunki bugun davlat organlari qog'oz hujjatga emas, elektron bazadagi ma'lumotga qarab qaror chiqaradi. Agar bazada siz egasi sifatida ko'rinmasangiz, amalda siz o'z mulkingizni isbotlashga majbur bo'lasiz. Shu videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot sizga ham, ota-onangizga ham, farzandlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'pchilik odamlar kvartira hujjatini sandiqda, papkada yoki shkafda saqlardi. Order bor, oldi-sotdi shartnomasi bor, meros guvohnomasi bor, texnik pasport bor. Demak, kvartira meniki deb yurilardi. Biror ish chiqsa, odam tuman kadastriga borardi, notariusga kirardi, mahalla yoki hokimiyatdan ma'lumotnoma olardi. Masala ko'pincha qog'oz hujjatlar asosida hal bo'lardi. Hujjat eski bo'lsa ham, familiya eski pasport bo'yicha yozilgan bo'lsa ham, manzil nomi o'zgargan bo'lsa ham, ko'p hollarda qo'lda tekshirib, tushuntirib, to'g'rilab ketish mumkin edi. Hozir esa tizim o'zgardi. Ko'chmas mulk bo'yicha ma'lumotlar elektron reyestrga, kadastr bazasiga, soliq bazasiga, notarius tizimiga, bank tizimiga va davlat xizmatlari platformalariga bog'lanib boryapti. Endi kvartira bor yo'qligi, kimning nomida ekani, maydoni qancha qarzi bormi, taqiq yoki cheklov bormi? Bularning ko'pi elektron tarzda tekshiriladi. Qog'oz hujjat hali ham muhim, lekin amaliyotda eng katta kuch elektron yozuvda bo'lib qolyapti. Men raqamli konfiskatsiya deganda aynan shuni nazarda tutyapman. Mulkingizni hech kim kelib ertalab olib qo'ymaydi. Lekin elektron bazada xato bo'lsa, siz o'zingizning mulkingiz ustidan erkin harakat qila olmay qolasiz. Masalan, siz kvartirani sotmoqchisiz. Xaridor topildi, narx kelishildi. Notariusga bordingiz. Notarius tizimni ochadi va ko'radi, kadastr raqami mos kelmaydi. Mulkdor familiyasi boshqa, maydon texnik pasportdagi 6.2 kvadrat metr, bazada esa 7 kvadrat metr. Yoki umuman mulk elektron ro'yxatda to'liq ko'rinmayapti. Shu joyda bitim to'xtaydi. Xaridor kutmaydi, narx tushadi, siz esa kadastr idorasiga qatnaysiz. Agar bu ishni bugun tekshirtirsangiz, bir necha kunda hal bo'lishi mumkin. Lekin bitim kun aniqlansa, zarar ancha katta bo'ladi. Yana bir misol, meros masalasi. Ota yoki ona nomidagi kvartirada farzandlar yashab kelgan. Hujjat eski, uy 1990-yillarda olingan, order bor. Lekin elektron bazaga to'liq kiritilmagan. Meros ochilganda notarius mulkni tizimdan topish kerak. Agar mulk topilmasa yoki egasi noto'g'ri ko'rsatilsa, meros guvohnomasini olish cho'ziladi. Ba'zan odamlar yillar davomida bitta xatoni to'g'rilash uchun ariza, arxiv, sud, ekspertiza, kadastr o'lchovi bilan ovora bo'ladi. Shu sababli men aytyapman, kvartira egasi bo'lsangiz, hujjatim uyda turibdi. Demak, hammasi joyida deb xotirjam bo'lish bugungi kunda xavfli. Birinchi navbatda eski uy-joy fondidagi kvartira egalari tekshirishi kerak. Ayniqsa uy 1990 yillarda qurilgan bo'lsa, kvartira xususiylashtirish orqali olingan bo'lsa, order, davlat dalolatnomasi, eski texnik pasport yoki qo'lda yozilgan hujjatlar asosida rasmiylashtirilgan bo'lsa, elektron bazada xato chiqish ehtimoli yuqori. Chunki o'sha paytdagi manzillar, ko'cha nomlari, tuman chegaralari, uy raqamlari, kvartira raqamlari bir necha marta o'zgargan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh nikoh, ajrim, familiya o'zgarishi. Meros yoki hadya orqali kvartira olganlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin kvartira hujjatida eski familiya qolgan. Yoki xotin ajrashgan, sud qarori bor. Lekin kadastrda mulkdor hali ham eski tartibda turibdi. Yoki ota vafot etgan, farzand meros guvohnomasini olgan, ammo kadastr bazasida mulkdor sifati hali ota ismi chiqyapti. Bunday holatda odam menda notarius hujjati bor deb yuraveradi. Lekin elektron tizim yangilanmagan bo'lsa, keyingi harakatlarda muammo boshlanadi. Uchinchi guruh kvartirasida qayta rejalashtirish qilganlar. Masalan, balkon qo'shilgan, oshxona bilan xona orasidagi devor olingan, sanuzel kengaytirilgan, yo'lakning bir qismi xonaga qo'shilgan. Men juda ko'p holatda shuni ko'raman. Odam 45 kvadrat metr kvartirani amalda 42 kvadrat metr qilib ishlatadi, lekin hujjatda eski maydon turadi. Ba'zida bu mayda farqdek tuyuladi.
Ammo sotish paytida xaridor bank ipotekasi bilan olayotgan bo'lsa, bank baholovchi yuboradi. Baholovchi faktik holat bilan hujjatni solishtiradi. Agar farq bo'lsa, kredit berish kechikadi yoki rad etiladi. Eng yomoni, noqonuniy qayta qurilish xavfsizlikka ta'sir qilgan bo'lsa, uni qonuniylashtirish emas, qayta tiklash talab qilinishi mumkin. 4-guruh kvartirasida soliq qarzi, kommunal qarz, sud taqiqi yoki ijro hujjati bo'lishi mumkin bo'lganlar. Raqamli tizimlar bog'langani sari bitta joydagi qarz boshqa operatsiyaga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, mol-mulk solig'idan 800 ming so'm qarz chiqqan, odam bundan bexabar. Kvartirani sotish uchun notariusga borganda qarz aniqlanadi. Avval to'lash talab qilinadi. Agar vaqt tig'iz bo'lsa, bitim kechikadi. Xaridor pulni boshqa uyga olib ketadi. Shuning uchun soliq va kadastr ma'lumotini oldindan tekshirish juda zarur. Agar siz yaqinda, masalan, oxirgi 2 yil ichida kvartira sotib olgan bo'lsangiz, notarius orqali rasmiylashtirgan bo'lsangiz, kadastr hujjati elektron shaklda yangilangan bo'lsa, soliq kabinetida mulk ko'rinib turgan bo'lsa, sizda xavf ancha past. Lekin past degani umuman yo'q degani emas. Men bunday odamlarga ham kamida bir marta tekshirishni maslahat beraman. Chunki ba'zida yangi rasmiylashtirilgan kvartiralarda ham manzil yozilishida, pasport ma'lumotida yoki ulush miqdorida xato ketadi. Agar siz yangi qurilgan uydan kvartira olgan bo'lsangiz, quruvchi kompaniya barcha hujjatlarni to'g'ri topshirgan, uy foydalanishga qabul qilingan, kadastr shakllangan va mulk huquqi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, asosiy ish bajarilgan. Lekin bu yerda ham xavf bor. Ayrim odamlar hali faqat shartnoma bilan yashab yuradi, akt bor, lekin mulk huquqi yakuniy ro'yxatdan o'tmagan. Quruvchi keyin qilamiz degan, odam esa 2 yil yashab qo'ygan. Shunday holatda siz o'zingizni egadek his qilasiz, lekin elektron reyestrda to'liq mulkdor bo'lmasligingiz mumkin. Bu juda nozik masala. Men bu iborani hissiyot uchun emas, ogohlantirish uchun ishlatyapman. Raqamli konfiskatsiya degani mulkni davlat darhol tortib oladi degani emas. Bu degani elektron tizimda xato bo'lsa, sizning real hayotingizdagi huquqingiz qog'ozda bor bo'lsa ham amalda cheklanib qoladi. Siz sotolmaysiz, garovga qo'yolmaysiz, meros qoldirish jarayoni qiyinlashadi, sudda ortiqcha isbot keltirasiz. Soliq noto'g'ri hisoblanadi. Hatto ayrim holatlarda begona shaxslar xatosi sizning mulkingizga ulanib qolishi mumkin. Oddiy misol. 2 qo'shni kvartira, 22 kvartira va 22 kvartira. Eski hujjatlarda raqam qo'lda yozilgan, bir joyda 22. Boshqa joyda 20 bo'lib ketgan. Elektron bazaga kiritishda operator noto'g'ri raqamni tanlagan. Natijada sizning kvartirangizga boshqa odamning qarzi yoki boshqa odamning maydoni bog'lanib qolishi mumkin. Buni vaqtda ko'rmasangiz, keyin bu mening xatom emas deb isbotlashga to'g'ri keladi. Oxirida to'g'rilash mumkin, lekin vaqt, asab va pul ketadi. Yana bir misol. Kvartira 64 kvadrat metr, lekin soliq bazasida 4 kvadrat metr ko'rsatilgan. Siz bir necha yil ortiqcha soliq to'lashingiz mumkin. Aksincha, bazada 44 kvadrat metr ko'rsatilgan bo'lsa, keyin tekshiruvda farq chiqib, qayta hisob-kitob, qarzdorlik yoki tushuntirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun maydon farqi arzimas deb o'ylamang. Ko'chmas mulkda har bir kvadrat metr pul, soliq va huquq degani eng katta nozikliklardan biri ulush masalasi. Ko'pchilik kvartira o'ylaviy olingan bo'lsa, baribir hammamizniki deb yuradi. Lekin hujjatda kim egasi? Bir kishi 100% egami yoki er-xotin 2%danmi? Farzandlarga ulush berilganmi? Merosdan keyin 3 ta farzandning ulushi ro'yxatdan o'tganmi? Agar ulushlar aniq bo'lmasa, sotish paytida hamma roziligi, notarial ishtirok va ba'zan vasiylik organi roziligi kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa voyaga yetmagan bolaning ulushi bo'lsa, bu masala oddiy oldi-sotdi emas. Alohida tartibga ega bo'ladi. Ikkinchi noziklik, taqiq va cheklovlar. Ba'zan odam o'z kvartirasida hech qanday muammo yo'q deb o'ylaydi. Lekin ba'zida sud taqiqi, aliment qarzi bo'yicha ijro cheklovi, bank garovi yoki boshqa yozuv turadi. Bu yozuv bekor qilingan bo'lishi ham mumkin, lekin tizimdan o'chmagan bo'ladi. Men bunday holatlarda birinchi navbatda tegishli organlardan bekor qilinganini tasdiqlovchi hujjatni olib, keyin kadastr va notarius tizimida yangilashni maslahat beraman. Aks holda qog'ozda muammo yopilgan, tizimda esa ochiq turadi. Uchinchi noziklik, manzilning bir xil yozilishi. Masalan, hujjatda Mustaqillik ko'chasi Binbijuy, Takiz xonadon deb yozilgan. Boshqa bazada Mustaqillik Shoh ko'chasi, 1005A uy, Takiz kvartira bo'lishi mumkin.
Yana bir joyda tuman eski nom bilan turadi. Odamga bu farq oddiy ko'rinadi. Lekin elektron tizimlar ba'zan aynan shu farq sababli obyektni boshqa mulk deb qabul qiladi. Shu sababli manzilni kadastr hujjati, soliq kabineti, kommunal hisoblar va pasportdagi yashash manzili bilan solishtirib ko'ring. 4-noziklik eski pasport va JSHSHR masalasi. Hozir ko'p tizimlar shaxsni JSHSHR orqali taniydi. Eski hujjatlarda esa faqat pasport seriya raqami, tug'ilgan sana va ism familiya bo'lgan. Agar familiyada bitta harf boshqacha yozilgan bo'lsa, masalan Karimova, bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova bo'lsa, tizim shaxsni avtomatik bog'lamasligi mumkin. Bu juda oddiy xatodek tuyuladi. Lekin meros oldi sotda va sud ishlarida katta kechikish beradi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugun nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam bo'yicha barcha hujjatlarni yig'ing. Kvartira bo'yicha oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, xususiylashtirish hujjati, order, texnik pasport, kadastr hujjati, uy joyga doir sud qarori bo'lsa, sud qarori, nikoh yoki ajrim hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli guvohnoma, pasport yoki ID karta nusxasi. Agar kvartira ota-onangiz nomida bo'lsa, ularning hujjatlarini ham alohida papkaga joylang. Hujjatlar yirtilgan, o'qilmaydigan yoki yo'qolgan bo'lsa, buni keyinga qoldirmang. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotini tekshiring. Buning uchun Davlat xizmatlari markaziga borishingiz mumkin yoki my.gov.uz orqali elektron xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Hududingizdagi kadastr bo'limiga murojaat qilib, ko'chmas mulk obyekti bo'yicha elektron reyestrdagi ma'lumotlarni tekshirtiring. Siz tekshiradigan asosiy narsalar: mulkdorning ism familiyasi, JSHR yoki shaxsiy ma'lumotlari, kvartira manzili, kadastr raqami, umumiy maydon, yashash maydoni, ulushlar, taqiq yoki garov bor yo'qligi. Uchinchi qadam, soliq ma'lumotini tekshiring. Soliq organining shaxsiy kabineti orqali yoki soliq idorasiga murojaat qilib, mol-mulk solig'i bo'yicha qarz bor yo'qligini ko'ring. Bu yerda faqat qarzga qaramang, obyektning o'zi to'g'ri ko'rsatilganmi, maydon mosmi, mulkdor to'g'rimi, shu narsalarni ham solishtiring. Agar oltin kvadrat metrlik kvartirangiz 10 kvadrat metr bo'lib tursa, darhol ariza bering. Agar kvartira umuman ko'rinmasa, bu ham xavfli signal. 4-qadam, manzil va maydonni faktik holat bilan solishtiring. Qo'lingizdagi texnik pasportda nechta xona, nechta kvadrat metr, balkon, oshxona, sanuzel qanday ko'rsatilganini ko'ring. Amaldagi holat bilan farq bormi? Agar farq kichik bo'lsa ham uni e'tiborsiz qoldirmang. Ayniqsa davrlar o'zgargan, qo'shimcha qurilish qilingan, umumiy foydalanish joyi qo'shib olingan bo'lsa, bu masalani mutaxassis bilan ko'rib chiqing. Har bir qayta rejalashtirishni qonuniylashtirish mumkin degan gap noto'g'ri. Ba'zi ishlar taqiqlangan bo'lishi mumkin. Chunki ular binoning yuk ko'taruvchi konstruksiyasiga ta'sir qiladi. 5-qadam, xato topsangiz, yozma ariza bilan murojaat qiling. Men doim og'zaki gap bilan cheklanmaslikni maslahat beraman. Ariza aniq yozing. Menga tegishli bo'lgan falon manzildagi kvartira bo'yicha elektron kadastr ma'lumotlarida quyidagi xatolarni aniqladim. Mulkdor ma'lumoti noto'g'ri ko'rsatilgan. Maydon hujjatdagi ma'lumotga mos emas. Manzil yozilishida farq bor. Ilovada hujjat nusxalarini taqdim etaman. Ma'lumotlarni tekshirib, qonuniy tartibda tuzatib berishingizni so'rayman. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati, kerak bo'lsa nikoh, ajr, meros yoki sud hujjatlarini qo'shing. 6-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqamni oling. Davlat xizmatlari markazida murojaat raqami bo'ladi. Elektron yuborsangiz tizimda raqam chiqadi, idoraga borsangiz kirim raqamini so'rang. Bu juda muhim. Chunki ertaga men murojaat qilgandim deyishning o'zi yetmaydi. Sizda sana, raqam va murojaat mazmuni bo'lishi kerak. Agar muddatida javob berilmasa, yuqori turuvchi organga yoki tegishli tartibda shikoyat qilish imkoningiz bo'ladi. 7-qadam, agar masala murakkab bo'lsa, yurist yoki kadastr mutaxassisi bilan ishlang. Men odamlar ko'p pul yo'qotadigan joyni aniq bilaman, ular muammoni oddiy deb o'ylab, noto'g'ri ariza beradi, keraksiz hujjat topshiradi yoki og'zaki kelishuvga ishonadi. Kvartira katta qiymatga ega bo'lsa, merosda bir nechta qiymatga ega bo'lsa, merosda bir nechta voris bo'lsa, sud taqida qurilish bo'lsa yoki quruvchi bilan hujjatlar tugallanmagan bo'lsa, mutaxassisga bir marta maslahat uchun pul to'lash keyingi katta zararlarning oldini oladi. Keling bir nechta real hayotga yaqin vaziyatni ko'rib chiqamiz.
Birinchi vaziyat. Toshkentda 2 xonali kvartira 25 kvadrat metr. Egasi kvartirani 2010 yilda olgan, hujjatlar joyida deb o'ylaydi. Sotish paytida ma'lum bo'ladiki, kadastr bazasida kvartira 2 kvadrat metr, soliq bazasida esa 5 kvadrat metr. Xaridor bank krediti bilan olayotgani uchun baholash hujjatlari mos kelmaydi. Bitim 3 haftaga kechikadi. Shu vaqt ichida xaridor fikridan qaytadi. Egasi $5000 arzonroq narxga boshqa xaridorga sotishga majbur bo'ladi. Bitta tekshiruv oldindan qilinganida bu zarar bo'lmasdi. Ikkinchi vaziyat. Ona vafot etgan 3 farzand meros olishi kerak. Kvartira 1995 yilda xususiylashtirilgan. Hujjatda onaning familiyasi eski pasport bo'yicha yozilgan. Elektron bazada esa tug'ilgan sanada xato bor. Notarius merosni rasmiylashtirishni to'xtatadi. Avval shaxs ma'lumotini moslashtirish kerak deydi. Farzandlar arxivga, AFDga, kadastrga qatnaydi. Agar ona tirikligida elektron ma'lumotni tekshirtirib qo'yganida, meros jarayoni ancha silliq o'tardi. Uchinchi vaziyat, yangi qurilgan uydan kvartira olingan. Xaridor quruvchiga pulni to'lagan, kalitni olgan, remont qilgan, yashayapti. Lekin uy bo'yicha yakuniy kadastr hujjatlari kechikkan. Oradan vaqt o'tadi. Quruvchi kompaniyada muammolar chiqadi. Xaridor endi biladi, u amalda yashayapti, lekin mulk huquqi to'liq ro'yxatdan o'tmagan. Bunday holatda har bir hujjat, to'lov kvitansiyasi, shartnoma, dalolatnoma, yozishmalar saqlangan bo'lishi kerak. Bu oddiy keyin qilib beramiz degan masala emas. Eng avvalo, vositachi hammasini qilib beradi degan gapga ko'r-ko'rona ishonmang. Kadastr, notarius, soliq, davlat xizmatlari bilan bog'liq ishlar qonuniy yo'l bilan bajarilishi kerak. Kimdir bazaga kiritib qo'yaman. Xatoni ichkaridan to'g'rilataman. Hujjat shart emas desa, juda ehtiyot bo'ling. Bugun elektron izlar qoladi. Noto'g'ri kiritilgan ma'lumot ertaga sizga qarshi ishlashi mumkin. Ikkinchi xavf, skaner nusxa va asl hujjat masalasi. Telefoningizda hujjat rasmi bo'lishi yaxshi, lekin asl hujjat yo'q bo'lsa, ayrim jarayonlarda muammo bo'ladi. Shuning uchun asl hujjatlarni alohida papkada saqlang. Sifatli nusxa oling, elektron variantini ham saqlang. Lekin elektron nusxani tasodifiy odamlarga yubormang. Mulk hujjatlari, pasport ma'lumotlari JSSHR firibgarlar uchun juda qimmatli ma'lumot. Uchinchi xavf, qarindoshlar o'rtasidagi og'zaki kelishuv. Bu kvartira akamniki. Lekin onam nomida turibdi. Singlim ulushidan voz kechgan, lekin hujjat qilmaganmiz. Dadam aytib ketgan, uy menga qoladi degan gaplar sudda yetarli bo'lmasligi mumkin. Ko'chmas mulkda huquq hujjat bilan isbotlanadi. Agar oila ichida kelishuv bo'lsa, uni qonuniy rasmiylashtiring. Aks holda elektron tizimda kim egasi bo'lsa, jarayon o'sha ma'lumotdan boshlanadi. 4-xavf, shu oy oxirigacha kutib yurish. Men shu oy oxirigacha ulgurish kerak deyayotganimning sababi shuki, odatda odamlar muammo chiqqandan keyin yuguradi. Lekin tekshiruv, ariza, javob, tuzatish, qo'shimcha hujjat, ba'zan o'lchov ishlari vaqt oladi. Agar siz oy oxirigacha hech bo'lmasa tekshiruvni boshlasangiz, muammo bor yo'qligini bilib olasiz. Muammo bo'lsa, qo'lingizda murojaat raqami va jarayon boshlangani haqidagi tasdiq bo'ladi. Bugunoq 30 daqiqa vaqt ajrating. Kvartira hujjatlarini stol ustiga qo'ying. Mulk egasi kimligini, manzilni, maydonni, kadastr raqamini yozib oling. Keyin elektron xizmatlar orqali yoki davlat xizmatlari markazida shu ma'lumotlarni tekshiring. Soliq qarzingizni ko'ring. Agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularga yordam bering. Chunki aynan katta avlod vakillarida eski hujjatlar ko'p uchraydi. Agar kvartira bir nechta odamga tegishli bo'lsa, ulushlarni tekshiring. Agar qayta rejalashtirish qilingan bo'lsa, uni mutaxassisga ko'rsating. Agar hammasi to'g'ri chiqsa, xotirjam bo'lasiz. Agar xato chiqsa, uni hozir tuzatasiz. Eng yomon yo'l bu hech narsani tekshirmaslik. Chunki ko'chmas mulkdagi muammo vaqt o'tishi bilan o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Aksincha meros, sotish, garov, sud yoki soliq paytida kattalashadi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Bugungi kunda kvartira egasining eng muhim vazifasi faqat kalitni saqlash emas, balki elektron reyestrda o'z huquqini toza va aniq holatda ushlab turishdir. Demak, asosiy fikr shunday: kvartirangiz bor bo'lsa, hujjat uyda turgani bilan ish tugamaydi. Elektron kadastrda, soliq bazasida va davlat tizimlarida ma'lumotlar to'g'ri ko'rinishi kerak. Mulkdor, manzil, maydon, ulush, qarz, taqiq va garov bo'yicha xatolarni shu oy oxirigacha tekshirib chiqing. Bu ishni bugun qilsangiz, ertangi katta muammolarning oldini olasiz. Kommentariyada yozing. Sizning kvartirangiz hujjatlari
yangi elektron tizimda tekshirilganmi yoki hali eski qog'oz hujjatlar bilan yuribsizmi? Shu mavzu ko'proq odamlarga yetib borishi uchun like bosing. Kanalga obuna bo'ling va videoni yaqinlaringizga yuboring. Bu masalada beparvolik qimmatga tushadi. Ogoh bo'lgan odam esa o'z mulkini ham, vaqtini ham, pulini ham himoya qiladi.